Assalomu alaykum, Bozorqo'rg'on shahrining turg'unlari. Sizlar uchun sonun жаңылык. Алдымда turgan usta akamiz hozir O'zbekistonning Namangan oblasidan kelib, taroza o'rnatib o'tibdir. Уже o'rnatib putibdir turganlar. Gergilar serga qisqacha o'zida tushuntirib, ne qanday жұмыстар atqarildi, neler jasalat o'zi tushuntirib o'tsin. Bizda eng kichkina tarozlarimiz qo'y tarozi, ya'ni 500 kilolik bo'ladi. 1 kilodan 500 kilogacha o'lchaydi. Undan kattalari mol taroz, labo taroz, bongo taroz, undan keyingilari mana 6 metrlik, zel 53 kamaz. Undan kattaroqlari bor 8 metrlik. Undan keyingisi 12 metrlik bo'ladi. Undan kattarog'i 16 metrlik, undan kattasi 18 metr ketaveradi, 24 metrgacha bo'ladi. Har qanday taroz sohasi bo'yicha har qanday tarozlar yasab yetkazib beramiz, xudo xohlasa. Bu tarozani materialini o'zingizdan bo'ladi, je o'zinglar podklüj jasab berasinglar. Uyda egasi olib berishgan. Deylik, bu tarozimizda tayyor holati ham bor. Tayyorni olib kelib ber, materialim yo'q. Shuna joyida tayyorlab beraman, olib kelib o'rnatib bersang bo'ldi deyishsa, metrini $900 dan o'rnatib beriladi. Olib kelib, dastlabki hamma narsasi ichida bo'ladi. 5 yil garantiyasi bilan bo'ladi. Bitta garantiyasiz joyi 5 kabeli bo'ladi. Ya'ni ezilib qolsa, uzilib qolsa, unga garantiya berilmaydi. Bu tarozimiz 60 tonnagacha ko'taradi. Shu tarozimizning tayyor holati 5400. Do'q davrlari, hamma narsalar yangi bo'ladi. Erondan keladi materiallari. Zapchastlarimiz Turkiyadan keladi. Har bitta zapchastimiz o'zi 30 tonna ko'taradi. Ya'ni bizni garantiyamiz tugagandan keyin ham olgan odam ko'proq muddatda ishlasin degan maqsadda zapchast ham tozasini qo'yamiz, ham tonnasi ko'prog'ini qo'yamiz. Agar deylik mabodo qo'y tarozi olaman, mol tarozi olaman deyishsa, o'zimizdagi narxlarni beramiz, faqat kargo xizmati qo'shiladi. Deylik kilosiga 50 sentdan qo'shiladi. Tuğanlar sizler görgönüngörдөй qo'y tarozi же болса andan boshqa tarozlarni zakaz qilaman desеңizdер, O'zbekistondan bular bizga dostavka qilib berishadi. Al endi tuğanlar, sizlarda o'shanday tarozlarni zakaz qilaman desеңizdер, төмөндөгү nomerlarga ustalarımızın Instagram akkauntiga o'tib zakaz qilsаңар bo'ladi. BK Online sizlar uchun жаңылык qilishdan to'xtamaydi.